Sprint Masters'da yangilik yaratishdan to'xtamaymiz. Bizada navbatdagi zakaz tayyor bo'lgan. Bu zakazimiz haqida konstruktorimiz detalni tushuntirib beradi. Bu yangiligimiz Mers Vito haydaydigan akalarimiz uchun. Bizga mijozimiz Eskursundagi Mers Vito magnitofon ramkasini olib keldi va bu magnitofonga 9 dyumlik test monitorga moslab ramka yasab berishimizni so'radi. Biz bu zakazni ideal holatda modellashtirib, baquvvat plastmassadan ishlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, test monitor uchun baquvvat plastmassadan ramka yasab berganmiz. Agarda sizda ham test monitor qo'ymoqchi bo'lsangiz va unga sizni mashinangiz uchun ramka topilmayotgan bo'lsa, bizdan servisga murojaat qilsalar, individualni sizlar mashinalaringiz uchun birga bir tushadigan qilib majburan mustahkam ramkalarni yasab beramiz. Shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Sprint Masters'ga aloqaga chiqaverasizlar.